Nargiz opa, boshqa joylarda men bulyon umuman sotilganini ko'rmaganman. Nima siz sotasiz? Bilasizmi, hozir yosh oilalarda bulyon kamayib ketgan. Agar bilsangiz, yoshligingizda uyingizda qozonda bulyonlar qaynardi. Hozir erta yurishlar, misol uchun bolalarning kechki yurishlari ko'payib ketdi. Tishlari voqli to'kiladi, ya'ni kalsiy yetmaydi. Ko'p bolalar achkiga o'tib ketdi, hattoki yoshligidan. Oldin achkida juda ham kamdan kam bolalar bo'lgan. Shu sababli bu imенно quyonni bulyoni, ya'ni shu детский qozon bor, spetsialniy. O'sha qozonda olinadi bu. Undan tashqari indeykamiz, biz mahsulotga go'shtlarni ishlatamiz. Indeykani suyigini yig'ib turib bitta qilib solamiz. Siz baribir bu miqdorda uyingizda bulyon qaynata olmaysiz. Ya'ni suyik sizni shunaqa chiqmaydi. Qo'y ham bor. Qo'y hamma qismidan foydalanmayman. Imенно mana shunaqa to'piq deydimi, nima deydi, o'sha qismidan foydalanaman, chunki eng kerakli qismi o'sha. Ya'ni molni o'z bulyonini ko'plab maqtaydi, lekin bizning xalqqa to'g'ri kelmaydi. U sovuqlik. Shu sababli qo'yikini ishlataman. Qo'y esa issiqlik. Albatta, u shifo bo'ladi, immunitetni ko'taradi. Narxlari nechi pul? Narxlari esa 15 ming. Yosh bolalarga misol butilkachasiga solib berasiz. Xolodilnikda 5 kun turadi. Buni 5 ga, 3 ga bo'lib, bemalol misol 5 kun ishlatsangiz bo'ladi. Qatnoq ham bo'ladi? Bioimmuno do'konidan.